Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli mehmonlar. Sizlar bilan bugun Perfluence ilovasidan e, reklamalar orqali pul ishlashni ko'rib o'tamiz. Pullarimizni Visa karta yoki shunga o'xshash kartalar orqali chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda shu videoni kommentariyasiga havola qoldirganman. O'sha havola orqali o'tib Perfluence ilovasini yuklab olamiz. Registratsiya. Xo'p do'stlar, yuklab olganimizdan so'ng ochishni bosamiz va pastda registratsiya degan yozuv bor. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda telefon raqam kiritishimiz kerak bo'ladi. Albatta o'zimiznikini o'sha telefon raqamimizni kiritamiz. Bu proyektdan ishlash uchun bizda Instagram, Telegram yokida YouTube va shunga o'xshagan kanallarimiz bo'lishi kerak. Eng kamida o'ylam deganga bir 500 ta podpischikimiz bo'lsa ham bemalol daromad olsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, telefon raqamini kirgizamiz bu yerga. Keyin buni tasdiqlash uchun bizga kod kelishi kerak, lekin bu kod неизвестно kimga ketadi. Menda shunday bo'lgan. Endi kimgadir kelib qolishi mumkin. Agar kod kelmasa, qo'shimcha usul bor. Buning uchun sizga raqam beradi ular. O'sha raqamga siz telefon qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun telefoningizga 2000, 3000, men shaxsan 5000 tashlaganman va telefon qilganman. Bitta ko'taradi, o'chiradi. Bu gaplashmaysizlar. Prosta shu sizlarning nomeringiz ekanligini tasdiqlash uchun. Bu tasdiqlanadi avtomatik. Shu nimadan o'tasizlar? Nimasidan? O'sha SMS keladi, kodni kiritasizlar. Agar kelmasa, men ko'p marta qildim, lekin menga kelmadi to'g'risi. Va o'sha raqamga telefon qilishga to'g'ri keldi. Shunaqa. Shu bo'limdan o'tib olasizlar. O'tib olganlaringizdan so'ng bu yerdan xo'p, qisqacha talab chiqasizlar registratsiya uchun. Aytaylik, mana bu yerda nima deydi? O'zbekcha aytaymi, ruscha aytaymi? Mujik, iji, женский. Yoki xullas erkak yoki ayol. Shuni tasdiqlaysiz. Qaysi bo'lishidan qat'iy nazar shuni ustiga bosasizlar, o'zi yashilmi, ko'kmi bo'ladi. Keyin bu yerda Telegram havolangiz или Telegram akkauntingiz bo'ladi bu yerda. Telefon raqam bo'ladi. Добавка yana bitta. Keyin pastda город degan joy, ya'ni qayerda ishlamoqchisiz bu yerda anchagina mamlakatlar bor. Albatta, bu yerdan O'zbekistonni tanlaysiz. Xo'p, uni tanlaganlaringizdan so'ng, mana aytaylik, O'zbekistonni tanlab qo'yasiz bu yerda. Keyin bu yerga ishonchli parol yaratasiz. Katta harf bir dona bo'lishi kerak. Albatta, alifbo harflari, bitta shifr va 8 ta raqam degan. Aytaylik, parolni esingizdan chiqmasligi kerak. Buni skrinshot qilib ham qo'yinglar iloji boricha. Ismingiz, telefon raqamining oxirgi 4 ta raqami, ili nuqta yoki dollar belgisi, shunga o'xshash o'zlaringiz eslaringizga qolsin-da. Buni yo'qotsangizlar keyin muammo bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda keyin referalni kulish degan joy bor. Bir muhim narsani aytib o'taman. Buni kiritmasangizlar ham bo'ladi, ammo kiritmagan taqdiringizda nimadan quruq qolishlaringizni ham aytaman. Birinchi reklama olganlaringizdan 200 где-то yo 250 har kimga har xil beradi-da. 100 rubldan 300 rublgacha добавка puldan quruq qolasizlar. Xo'p, bu yerga mana shu kodni kiritsangizlar, sizlarga birinchi reklamalaringizga добавка bonus beradi. AF 8174 shunaqa. Va registratsiyani bosasizlar. Keyingi bo'limda bu yerda как с тобой связь, sizga qanaqasiga aloqaga chiqsak bo'ladi degan nimani qo'yapti. Bu yerda yo WhatsApp deb belgilaysizlar, ili raqam qo'yasizlar, bu ixtiyoriy, yoki Telegramni belgilash, o'sha Telegramdagi nicknamelaringizni o'shani bu yerga yozib qo'yasizlar. Keyingi bu yerdan endi sizlar qaysi nima bo'yicha ishlamoqchisizlar? Qaysi Instagram, YouTube, TikTok, Telegram qaysi akkauntlaringizda 500 tadan ortiq podpischik bo'ladigan bo'lsa, eng kam qancha ko'p bo'lsa, bu haddan tashqari yaxshi degan. Bo'ladigan bo'lsa, shu o'shani kirasizlar, belgilaysizlar. Aytaylik, Telegram deylik, mana Telegramni ustiga bosasizlar. Telegram ustiga bosganlaringizdan so'ng o'sha Telegram akkaunt, Telegram kanallaringizmi, guruhlaringizmi bor-ku, kanal bo'lishi kerak iloji boricha. O'sha kanallaringizga borasizlar-da-yu, настройка degan joy, uni tavsifmi, shunaqa joyi bor.
Shu yerga mana shu yozuvni yozib qo'yasizlar. Perfluence. Xullas shu yozuvni yozib qo'yasizlar. Shu saqlanib qilasizlar yozganlaringizni. U yozib bo'lganlaringizdan so'ng o'sha Telegram kanallaringizni nima deydi? Havolasini joylaysizlar ana bu yerga. Keling, bu yerda kichkina nimalari bor o'zini. Tematika account, tip blog, ya'ni nima haqida, bu kim ko'p ko'radi va qaysi yoziklarda, ya'ni o'sha tilda. Bir necha variantni tanlasangizlar bo'ladi bu yerda. Keyin mana bu yerda shaxsiy mavjudlik bormi deyapti o'sha kanalingiz yoki boshqasida. Ya'ni o'zingizni videongiz yoki rasmingiz bormi? Agar bor bo'lsa, buni yoqib qo'yasiz. Bo'lmasa shart emas. Xo'p, shu Telegramda qisqacha shunday bo'ladi. YouTube'da ham xuddi shunaqa bo'ladi. Uni tavsif degan joyi bor. O'sha joyga kirib Perfluence so'zini yozib, albatta saqlanib qilasiz. Aytaylik do'stlar, mana shu Telegram kanalimni men Perfluence ga ulaganman va bu yerda ko'rib turibsizlar, mana tasnif degan joy bor o'zbekchada, endi ruscha bo'lsa unda ham где-то shunaqa. Va mana bu yerda Perfluence degan so'zni qo'shganman va muvaffaqiyatli nima qilganman. Bu yerda o'sha qo'shganingizdan so'ng mana bu yerda taklif havolasi bo'ladi. Shuni olib o'sha Perfluence ilovasiga joylaysizlar. Keyin avtomatik sizlarga chiqadi. Keyingi qiladigan ishlar o'sha aytib o'tganimdek mana shu yerda tanlaysizlar. Bir necha variantlarni belgilasangizlar bo'ladi. Bosib chiqasizlar. Qaysi davlatlar ko'radi, blogingiz nima haqida, aytaylik fan, ilm-fan yoki iqtisodiyot, o'yin, kulgu, hobbi, yana bir balo boshqalari bor. Keyin tilni tanlaysizlar, aytaylik ruscha, o'zbekcha, inglizcha bor balki dabavka. Keyin bunisi o'sha shaxsiy rasmlaringiz yoki videolaringiz bormi? Agar bor bo'lsa, albatta buni yoqib qo'yasizlar. Keyin dalilni bosasizlar va sizlarda ham o'sha muvaffaqiyatli akkaunt ochiladi. Ochilgandan keyin bu yerda xo'p proyekt degan bo'lim bor. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yerda hozirda bor proyektlar ushbu bizga nima uchun borligi uchun. Bu xato. Bunisini aytib o'tmasak bo'lmaydi, iloji boricha tavsiya bermaymiz. Bet degan narsadan sal uzoqroq yuramiz. Xo'p, har xil magazinlar bor, otellar, magnit, Free bor ekan, Monetki, ko'p narsa aynan bizga taalluqli emas. Cyberprime, Sportsman, Yandex Afisha. Yandex Afisha ham bor ekan. Yandex Plus KZ Qozog'istonniki, Kinopoisk KZ Qozog'istonniki ekan, Netprint, Yandex Lavka Qozog'iston, Winline'dan uzoqroq yuramiz. Xo'p, bunisi Zotovar ekan. Anita ham Qozog'iston, Soqolov offline. Xo'p, bizga bu yerdan aslan kerakliklari men o'zim hozirda ishlatayotganlarimni ko'rsataman hozir. Xullas ko'p narsa bor, agar Rossiyada turib ishlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, o'zi aslan bir Rossiyaniki hisoblanadi, adashmasam. Rossiyaniki hisoblanadi. Juda ham ko'p proyektlar bor ishlayman deganlar uchun. Xo'p, bu yerda men hozir ishlatadiganim mana v работает deyapti. Siz shulardan ishlamoqdasiz, foydalanmoqdasiz. Xullas nimalardir qilmoqdasiz deyapti. Bu yerda aytaylik Market Yandex Go bor menda. Keyin Yandex Yeda bor mana. Xo'p, Food and Market by Yandex Uz bor ekan. Yandex Plus bor mana ko'rib turganlaringizdek. Salom Kart TBC bankning nimasi bor. Yandex Lavka O'zbekistonniki bor, ili Magnitni uncha mazasi yo'q. Xo'p, bu yerdan nima qilish kerak? Aytaylik Yandex Yedani ustiga bosasizlar. Bosganinglardan so'ng mana bu yerda jicha pastga tushadigan bo'lsak, Polishut promo degan yozuv bor. Shuni ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda hozirda menda beryapti, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, bergan, foydalanilmoqda. Bu har haftada где-то yangilanadi. Mana bu meni promo kodim, aytaylik 309 da уже meni hisobimdan ketadi. O'shangacha men publikatsiyalar, ya'ni post, short yoki где-то uzun video qilib nima qilishim kerak. Buning uchun mana bu yerda Market e-text degan bo'lim bor. Shuni ustiga bosasizlar. Xo'p, bu yerda
Polishut promodan keyin bosasizlar, aytib o'tgandek, Polishut promodan keyin sizlarga promo kod beradi, o'zi kanallaringizni tekshirib, или mana bu yerda aytaylik, maketlar bor, rasm. Mana bu aytaylik Yandex.Go'ni Bellissimo где-то reklamasi. Bu yoqda suradigan bo'lsak, bu Yaponiya mama bilan Max White qo'shilmasa ekan. Mana bunisi. Xo'p, pizza qaysi restoranligini hozir birdan aniq bila olmadim to'g'risi. Xo'p, shunaqa. Endi bu yerda mana promo kod degan joylari bo'sh turibdi. Ko'rib turibsizlar. Va bu yerda mana bunaqa yuklab olish degan yozuv bor. Shuni ustiga bir marta bosasizlar, keyin ikkita yozuv chiqadi. Skachat. O'zini skachat qilamizmi yoki promo kodingiz bilan qo'shib skachat qilasizmi deydi. Promo kod bilan qo'shib skachatni bosasizlar bu yerda. Mana. Promo kod bilan qo'shib skachat qiladi. Hozir menda o'sha u bir balo promo kod bergan-ku. Mana o'shani mana o'sha skachat qilib bo'ldi. Chiqamiz a. Promo kodini ko'rib o'tishimiz mumkin. UTV Cafe. Endi galereyaga o'tamiz. Mana o'sha galereyaga tushgan Yandex.Go Bellissimo pizza issiq 40 chegirma 18 sentyabrgacha 90 ming so'm birinchi buyurtmaga 90 ming so'mdan oshgan birinchi buyurtmaga UTV Cafe. Общий 3 ta buyurtmaga, birinchi 3 ta buyurtmaga 30 ming so'mdan chegirma qilib beradi, deyapti mana. 80 ming so'mdan oshgan zakaz uchun. Aytaylik, mana bu 202 ming bo'lgan. Shuni o'sha promo kod bilan oladigan bo'lsa 121 200 so'mga arzonlashar ekan. Bu endi hozirda meniki rubl bilan turibdi. Influencer-dagi nimasi. Har bir o'sha qabul qilinganga 120 rubldan beradi. 120 rubldan taqdim etadi. Qaysidir nechinchidir zakasiga qarab jicha farqi bor bo'lsa. Yana bilmadim. Xo'p, shu tariqa daromad o'sozlar bo'ladi. Market Yandex.Go'ga mana 151 rubl deyapti. Mana bu Yandex Eats'ga 120 rubldan beraman har bir o'sha o'tganlarga deyapti. Yandex Food and Market by Yandex.Uz. Bu ikkitasi birda bizga 170 rubldan beraman deyapti. Yandex Plus Uz deyapti. Bunga 115 rubldan. Salom kart bor. Agar salom kart bo'ladigan bo'lsa, bu 569 butun 56 nimadan beraman deyapti do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek. Yandex Slavka bor, 100 rubl deyapti. Magnet 140 rubl deyapti. Ammo Magnet kosmetik O'zbekistonda bor u. Ammo endi u sal qiyin masala. Ya'ni sizlar o'sha post qilasizlar YouTube'ga yoki boshqa Telegramga qilasizlar. Aytib o'tganimdek, keyin bu yerda polish promo bosamiz. O'shani qilib bo'lganlaringizdan so'ng mana bu yerda Venice screenshot, ya'ni o'sha men qilib bo'ldim, shu nima tashlamoqchiman degan nima bor. Telegramdan tashlagan o'shani tashlaysizlar-ku. Post qilib, o'sha postni havolasini bu yerga jo'natasizlar. Tashlaysizlar, ya'ni kopirovat qilasizlar, uni kopirovat qilib kelib bu yerga vistavat qilasizlar. Keyin dalilini bosadigan bo'lsanglar, u o'zi tekshirib oladi va sizlarga bitta post plus qilib qo'yadi. Shunaqa. Xo'ja, nima joyi yo'q. Qiyin emas. Strashni darajada qiyin emas. O'zi oson, hech qanday qiyinchilik daji yo'q. Biroz harakat qilish kerak. Agar kanallaringiz podpiskalar ancha ko'p bo'lsa, reklama yaxshi bo'lsa, har kun 10 ta reklama bosib tursangizlar, 1000 rubldan dahot bo'ladi. Keyingi bizga kerak bo'lgan bo'lim kashilok bo'limi hisoblanadi mana. Xo'p, kashilok bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda hozir pullarimizni Solar Swift orqali chiqarib olamiz. Birinchi bu yerda ishlagan pullarimiz proverka bo'ladi. Proverkadan keyin v работает siz ishlagan pulingizga o'tadi. Undan keyin vyplacheniyaga o'tadi. Bu pullaringiz vyplacheniyadan mana bu yerda Solar Swiftni o'ylaysizlar, akkauntlaringizni ochishcha qiyin emas. Bunga o'tish uchun 1,5 ming rubl bo'lish kerak. 1,5 ming rubl bo'lgandan so'ng bunga avtomatik o'tib ketaveradi. Xo'p, keyin bu yerda ma'lum bir o'zini nimalar bor, aytaylik.
Rossiya fuqarosi bo'lmasangiz sizdan 13% komissiya olib qoladi xullas. 1000 rubldan 130 rubl ushlab qolishadi. Keyin yana 500 rubl bor. 75 rubldan. Shuncha rubl ushlab qolishadi komissiya sifatida. Keyin mana bu yerda aytganimizdek mana shularni to'liq o'qib mayin bajaraversangizlar o'zi yaxshi bo'lib ketadi. Prosta ishlash kerak, o'sha reklama qilish kerak. Har kun 1 dona, 2 dona o'sha reklama qilsangizlar bo'ladi, promokodni olib havolani tashlaysizlar. Juda ko'p reklama ham qilib tashlay olmaysizlar. U o'zi darajada ruxsat berib tashlamaydi. Xo'p, Solar Swift'ga добавить qilsangizlar, o'zi avtomatik Solar Staff'ni saytiga olib o'tadi. U yerdan o'sha telefon raqamlaringiz, xuddi mana shuni qaysi telefon raqami va Gmail orqali ochgan bo'lsangizlar, o'shalarni kiritib boraverasiz. Qisqacha mana SMS keladi, o'sha sizga Solar Swift'dan akkaunt ochiladi. Undan keyin bundagi pullarni vizaga yoki kriptovalyuta ko'rinishida chiqarib olsangizlar ham bo'ladi do'stlar. Keyinchalik agar Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, bu yerda Tinkoff degan bo'limi ham bor. Tinkoff orqali chiqarib olsangizlar ham bo'lishi kerak adashmasam. Aniq bilmadim hozircha. Xo'p. Shunaqa do'stlar, bu yerda har xil nimalar kelib turadi. Bu yerda poddershka bor. Bunga yozsangizlar ham javob qiladi albatta. Mana shu sizlar ishlaydigan nimalar. Bu yerda приложение degan, uni bilmadim. Основной O'zbekiston uchun ana shu Yandex.Go, Yandex.Eda, Yandex Plus.uz, TBC Salon Kart, Yandex Lavka, Magnit Kosmetik bor. Buni ham foydalansangizlar bo'ladi bundan. Shunaqa do'stlar, hozircha shu. Hammaga rahmat. Keyingi bundan da foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lamiz. Va like bosib, ko'pchilik ko'rishi uchun qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.